Təmi peyzi chiqadigan eris qatqatning o'lchimini yo'llab bering deb so'z qoldirib qo'yib ekansizlar. Bugun mana o'lchamni akeldim do'stlar. Videoga yurak berib saqlashni unutmanglar. Oldi bilan seriq maydan 250 gram changlab, buning ustiga 120 gram suv mayni quyib, tadenchida ko'ptirib olamiz. Qaymoqdek shunday yaxshilab ko'pidi. Ondan buning ustiga 250 gram oq shakarni silib, yana davomli ko'ptiramiz. Ko'ptirib Andan tuxum silish bosqichiga keldik. Tuxumni bir taldan silishni tavsiya qilaman. Jami 4 tal tuxum ketadi. Andan tuxumni ko'ptirib bo'lgandan keyin 160 gram eris, 100 gram sutni quyib, yana bir qator ko'ptirib olasizlar. Oxirida 350 gram un, 5 gram suvdan silib, yana yaxshi aralashtirib olamiz. Hozir unditarda top qurib, yaxsiz darslarni so'zlayapman. 30 xilga yaqin bo'lgan pishiriqlarni yaxsiz o'rganasizlar do'stlar. Agar ehtiyojinglar bo'lsa, 177 99 55 40 34 ni qo'shish orqali unda yaxsiz dars topimi kirvasanlar bo'ladi. Bu qitim 4-qarorlik darslikni boshlash oldiga turyapman. O'quvchilarning sonida cheklama bor, shu fursatni chang tutib, men bilan aloqalashinglar. Darslar videolik o'tiladi. O'lchamni cho'ng chiqib turib avatib berma, tushunmagan yerlaringlarni ayrimxonamdan yetaklash ilib borma. Mana do'stlar, eris qatqatni chilib tayyor qilib oldik. Eris qatqatning gradusi 150 deb tushdi. Buni lisimizdan mayqaga silib olgandan keyin, unda 2 lisga bo'lib yetimiz, to'g'riqni oldin qizdi. Gradusni tanishib etgandan keyin 25 minut atrofida pishirsanlar tayyor bo'ladi. Shundoq yumshoq payzi pishib chiqadi. Undan buni listdan ajratib, to'liq sovigandan keyin oq erisni ustiga miqdorida to'kib, undan yana bir listga eris qatqatni ustiga qo'yib, yana eris bilan ustini gullatgandan keyin cho'risini bir qator kesitsizlar. Kesayotgandan keyingi cho'risdan chiqqan mush ovoqlarini ustiga talqon oldiga ekilib chachimiz. Ham o'xshagan, ham yeyishlik ko'rkamlik bo'lgan eris qatqat tayyor bo'ldi. Sizni sinab yegan amsa.